Урматтуу партнерлор, бүгүн биздин конокто Зульфия эжебиз. Зульфия эже, сиз айтсаңыз, бул Атомиге катталып кандай кылып продукцияларды алып атасыз, сатып атасызбы же эмне кылып атасыз? Алейкум ассалам. Yaxshimisilar, tinchmisizlar? Men bu Atomiga kirib, produksiyalarini olib, boshida zumli pasta shotkalarini olib ishlatib ko'rdim. Keyin hamma produksiyalarini olib ishlatyapman. Produksiyalari juda ham kачествоsi yaxshi. Hamma bozordan ham olib, yaxshisini istab, qimmatrog'ini olamiz ekan. Undan keyin Atomidagi qimmat ham emas, arzon ham emas, cho'ntak bob, yaxshi ham o'zimizni sog'ligimizga yaxshi produksiyalar ekan. Vitamin badlarini olib ichyapman. Siz qaysi vitaminlarni, qaysi badlarni olib ichdingiz? Spirulina ichdim, puer choy ichdim, hemahem ichdim, haligi triaktivniy kalsiy ichdim. Endi shampunlarini ishlatdim. Shampunlari, konditsionerlari вообще yaxshida. Shu yuvganingizda boshingiz haligi bilasizda, уже свежий anaqa bo'lib qolar ekan. Vozdux chiqib, shu o'zingizni yaxshi anaqa qilasiz ekan. Lekin haligi maslasini olib ishlatdim, sochdagi kofesini hammamiz ichamiz yaxshi ko'rib. Opam bor, hozir shu 77-78 ga chiqyapti. Shu opam qo'llari ham jinday qiyshayib, poliartrit bo'lib qoluvdi. Shu kalsiysidan ichdi, spirulina ichdi opam ham, lutein ichdi, anaqa ko'p badlarni ichdi, zumli pastalarini ishlatadi, shotkalarini ishlatadi, kofesini ichadi. Kofesi shu davleniyasi bor, davleniyasini oshirmaydi hamda, normalniy anaqada turadi. Kofeni ham yaxshi ko'rib ichadi. Hozir misol siz qanday tovarlarni olib ketasiz? Hozir men hema oldim, aksiya bo'lib qoluvdi. Unga parashok anaqa aksiyasiga parashok bo'lib qoldi. Ikkita hemada. Parashogi bilan oldim. Endi mana belakka keldi. Hozir vitamin C oldim. Уже sentyabrdan jinday salqin bo'ladi deb vitamin C ichamiz endi, oilaviy ichamiz hammamiz. Vitamin C'dan 3'ünü olibsiz. Vitamin C nevaralarim ichadi. Hammamiz ichamiz vitamin C. Bularni siz o'shanda satpay ele o'zingiz uchun olib atibsiz-da, bardığını. Men ham shu qizlar Kiyoda yaxshi yashashadi, Xudoga shukr. Bir o'g'lim bor. Hozir 4 ta nevaram bo'ladi, Xudo xolasa, oz kunlar qoldi. Shu o'zimiz uchun ishlatamiz. Siz o'shanda o'zingiz uchun ishlatganchalik komanda tuzib Atomida da ishlatasiz. Xudo xolasa endi sekin bo'lyapti. Основной sog'ligim uchun deb kirganman-da. Burada qayerdan olib ichatdingiz, misol omega kalsiylarni? Aptekadan olardik. Aptekalardan olib ichardik, Rossiyalarda yurardim. Shu yerda aptekalardan olib ichardim. Hozir endi aptekani Atomiga almashtirdingiz? Almashtirdim. Zumli pastalarni ham shu aptekalardan olardim, baribir qimmat bo'lsa ham. Bari produksiyalarni hozir endi Atomidan olyapman. Chunki Atomida ham sog'ligim uchun ham manaqa aksiyalar bo'lsa, manaqa besplatniy parashoklar, zubnoy pastalar, shotkalar, podarkalari bor ekan. Misol aptekalardan olsam, bozorlardan olsam bizga qo'shib bermaydi, podarka deb, yo bo'lmasa bitta hamda 5-10 so'm yetmay qolsa ham bermaydi-da. Shu vitaminlarni endi qo'ni-qo'shniga, mana do'stlarimga endi ichsin ular ham deb ana qilaman. Kasal bo'lgandan keyin ichish emas, buni og'riqlarni oldini olish uchun ichaman-da men. Nimaga desangiz, bu vitaminlar organizmimizga yetmay qolgan vitaminlarni to'liqlab kasalni oldini olish uchun ekanda.
уже og'riq kuchayib bo'lgandan keyin buni bitta ichib qo'ysangiz yaxshi bo'lmadimi deyishar ekan. U уже kasal bo'lgandan keyin buni endi ko'proq ichib anaqa kursini qilish kerak ekanda, bu bitta hema-hemda ichib qo'yib bo'lmadi deb tashlab yuborish kerak emas ekanda, mana продолжать qilib 2 pachka 3 pachka qilib ichaverish kerak ekan. Hamon больницаlarga yotsak ham 20 ming 25 ming pulimiz ketadi-yu. Ashini singari, ashunda ham 3 oyda 4 oyda yotilyapti-yu больницаlarga ham, lecheniyaga. Ashini o'rniga shu hema-hemlarni ichib qo'ysak, o'zimiz organizmimizga foyda ekan. Mana vitamin C'ni ichyapmiz, immunitetni ko'targani, mana gripplardan saqlangani. Bu vitamin C'da ham shu immunitetingiz ko'tarilsa, gripplar yengil o'tib ketadi-da. Shu uchun qonni suyultiradi, pnevmoniyaga ham yordam berar ekan, qonni suyultirar ekan. Shu uchun vitamin C'ni ichyapmiz. Endi mana bu baliqni kalsiysini biz hozir baliqni yesak, shu 3 oy, 4 oyda, 5 oyda ham yeymiz. Yemaganlar ham bor-da bu baliqni. Shunga shu vitamin desa, shu misol qanchadir bunda bitta kapsulasida qanchadir baliqda anaqasi bo'lar ekanda, kuchi. İchib qo'ysak, bu ham foydali. Probiotik ham ichingizni polni очищение qiladi. Keyin shu ichaklarni tozalaydi. Bu ham endi immunitetni ham ko'taradi. Bolalarga shu probiotikni olib ichiringlar. Ammo hema-hem bo'lsa, hema-hemni ichish kerak. Nimaga desangiz, bu hema-hem ichingizni polni qondan очищение qiladi. Shu raklardan, boshlanayotgan kasallardan ichingizni but tozalaydi-da. Hema-hemni immunitetinglarni ko'tarish uchun hozir ko'ryapsizlar, har xil kasallar bo'lyapti. Mana koronavirus degan kasallar. Endi o'zimizni saqlab, mashalarni ichib, vitaminlarni ichsak o'zimizga foydasi bor-da. Hurmatli partnerlar, bizning ikinchi qonog'imiz Zulfiya ejaga bu belangizni topshiramiz. Xush keldingiz, rahmat sizga. Rahmat sizlarga. Bizga shu yetishtirib, olib kelib berganinglarga sizlarga ham rahmat. Bezat deyishga vaqtida kesik olamiz tovarlarimizni. Alloh rozi bo'lsin.